Assalomu alaykum hammaga. Biza Xorazm viloyati Shovot tumani Yuqori Kirov degan yerda ishlayapmiz. Ko'p odam so'raydi, bizdan opsioniyada yozib qo'yamiz. Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. 1 yil kafolat garantiya deb aytgan ishimizni bir ikki obunachilarimiz so'rabdi, misol uchun novusini garantiya berasizlar. Biza shu o'zlarimiz aytgan ishga o'zlarimiz olib borgan turbamizni, batareyamizni, kranikimizni, kotelimizni shu nov narsa o'zlarimiz olib borib ishlatgan bo'lsak, ana shu bo'yicha garantiya beramiz. İşimizden. Misol uchun hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, shu batareyamiz ham o'zi uklon bilan qoqilgan. Podachi tarafimiz baland, bakimiz o'y. Uklon bilan endi sezilar sezilmas uklon beriladi. Obratkalarimiz ham shu, podachilarimiz ham shu har birini uryum bilan chizib uklon berib chiqamiz. Shuning uchun aytang oxirgi bateriyam qizmay qoldi, ya bu bateriyam qizib, bu bateriyam qizmay turibdi degan guling bo'lmaydi. Yoqib, qizdirib, uy egasini hammasini har birini ko'rsatib, samotyok ishlatib topshiramiz. Shuning uchun biza ko'pincha kotelni olib qo'yibman dedi ko'p odam. Olib borib o'rnatib ishlatib bergan yillarimiz ham bor, lekin biza ataplenamizga garantiya beramiz. Uklondan berib, boshda yoqib, qizdirib beramiz. Issini olib borib, ertaga misol uchun u challim ko'mir rasxod etadi, challim gaz rasxod etadi, o'sini bilamiz. Biza shu o'zlarimiz olib borgan kotelimizni o'zlarimiz 1 yil garantiya beramiz. Garantiyasi nima? Kotelda defekt bo'lsa, ya o'zi shuni defekt bo'lib suv oqizsa ya boshqa etsa, qizdirolmay qolsa, olib undan boshqasini qo'yib berishi ya remont etiladigan yer bo'lsa, remont etib berishi biza garantiya beramiz. Birovni kotelini qo'ysak, podachi obratkamız shu yerdan uklon bilan berib, uklon bilan ishlaymiz. Kotelni yoqib, issini olib borib tushirib beramiz. Ertaga bir kun challim ko'mir rasxod etadi, challim gaz rasxod etadi, chala tok rasxod etadi, u kotelni o'zini egasini olgan yeridan bog'liq garantiyasi. Buni ko'rib turganingizdek, bu batareyalarimiz ham har biridan turba gip bilan turbalarimiz 90 gradus bukib, rezvolarni ruchnoy qo'lda yonib, rossiyskiy latonik kraniklarni qo'yib ishlab berganmiz. Batareyalarimiz alyumin batareya 500 lik baytlari. Ham biza ko'pincha samotyok sistemada alyumin batareya ishlatamiz, sababi g'avoyliklari katta bo'ladi. Bir batareyamiz komplekti 3,5 litr suv oladi. Bimetallar bo'lsa 2 litr suv oladi. Ko'pincha bimetallarni panelli batareyalarni samotyok sistemada ishlatib qo'ymaydi, yarimidan pasi yaxshi qizmaydi bu. Ham döşklari panellilarni 15 lik bo'ladi rezvasi. 15 lik döşk bo'lgandan keyin 15 lik kranik qo'yilsa, suv yana qisilib o'tadi. Shuning uchun samotyokda va nagruska bilan ishlaydi. Pazinacha to'liq tushmaydi. Sababi bu batareyalar bimetal panellilar, alyumin issiqlikni yaxshi tarqatgani uchun o'zida saqlab qolmaydidan sirazi tarqatib beradi, pazina tushib obratga tushib uspet etmaydi. Ko'pchilik odam shunchaki panelni bimetal qo'ygandim, qizmayapti batareyam dedi. Sababi undan emas uni. Ana shu döşklari kichrayvergani uchun suv qisilib o'tib, kotelga qarab borishi kamayib ketadi. Degan issiqlik deganini yetib yotadi. Endi batareyam yarimidan past qizmaydi turdi. Alyumin batareya qo'yilsa, samotyok sistemada orqaga ishlaydi, ko'rtoqlarni ovoylari katta bo'ladi. Etin diqilib qolmaydi. Siz ko'rib kuzatib boraverasizlar, xudo xolasa. Aytib o'tganimdek, nera nov olib borib ishlagan bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab biza shu olib borgan vajlarimizga, turbamizga, batareyamizga, kranik deymi, korchi nov ishlasak, ana shu vajlarga garantiya beramiz. Birovni kotelni qo'yib berib, biza garantiya beramiz. Kotelni yoqamiz, issini olib borib tushirib, sog'lik salomatlik tilab qaytaveramiz. Siz sog'lom salomat bo'linglar. Menga rahmat. Shu kanalimiz rivoji uchun like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Topgan o'tiraman deb yurgan yaqin birodarlar videoni tarqatib qo'yinglar. Bu bizani videomiz kengroq tarqalishi uchun xizmat etadi. YouTube bizlarga bir so'm pul to'lamaydi. Biz просто shu aytgan ishlarimiz videoga chiqarib, YouTube'ga qo'yib, aytib yurgan ishlarimizni ko'proq odam ko'rsin, xizmatlar bo'lsa aytaveradi degan maqsadda YouTube qo'yamiz. Bizlarga bir tiyinlik foyda kelmaydi bundan. Foydasi shu, xalq ko'radi, ish buyuradi, borib ishini aytib beramiz.
Sizə sağ olun, həmməyə rəhmət.